Xo'sh, 14-yanvar 2026-yil ko'rib turganinglar ochiq dalamizda mana shu qorayib turgan joylarni hozir yaqinda haydab chiqdik. 1 soat oldin boshlagandik. Haydalgan yer bir sidra yurib chiqdik. Sababi ba'zi bir o'tlar unib qolgan, urug'larni qilib qolganki, ya'ni zaxod bor-ku, chumchuq. Mana o'sha mana o't. Mana shu zaxod deb nomlab qo'yganman. Endi ko'pchilik shunaqa deydi. Shuning uchun men ham zaxod deyman. Chumchuq deydi ba'zilar. Ilmiy nomi ham bordir-ku. Bor konkretni, lekin hozir shu hamma biladigan nimasi chumchuq deydi, zaxod deydi. Aynan mana shu o'tni naqalar chiqib yotibdi. Shularni nima deydi? Bir sirada yer tagiga tiqib yuborish, keyin ba'zi birlarni yer tagiga chiqazib yuborish, shu unib turganini kamaytirishda. Baribir yerga aralashganda ba'zilari chiqadi baribir. Lekin bir 80% ga kamayib, 90% ga kamayib ketadi nimasi chiqib turganlari. Qisqasi shu yerni haydab, mana 14-yar bo'lsa, urug'larni sepib qo'ydik. Hozir mana ramani urug' sepdik, salat bargi urug' sepdik, mini ramen sepdik, lolorosi sepdik. Hozir urug'larim mana. Xo'sh, men sizlarga oldingi videolarda ham aytganman, lutcha iloji boricha urug'larni qo'l bola qilib olinglar deb. Mana qo'l bola qilib olganman urug'larimni. Bu mini ramen urug'imiz. Ko'rib turganlarda bemalol sepib uraman. Bu tozalanmagan ham hali. Sotishga bo'lganda, asosan sotishga bo'lganda tozalab qo'yardim ko'pincha. Tozalashga ham hali uspet qilganim yo'q. Aynan shunisi tozalanmagan. Hozir men bu yerda salat barginiki bor, sal tozalangan buniki. Mana. Buni salat bargini urug'i. Salat bargi urug'i bu. Mana bundan ko'ra har holda tozalanganroq. Salat bargi urug'imiz bu. Bunisi ramano, mini ramano. Qisqasi qo'l bola qo'yganman urug'i. Ancha arzonga tushadi. Bemalol mana shunaqa ochiqqa sepib olaman. Agarda hozir buni o'rnida, masalan uchun 5 mingtasi $60 turadigan avelada bo'lganda, buni o'ylab bir narsalar qilib sepgan bo'lardim. Katta dugala qilib, lekin bu yerda mana bemalol qo'rqmasdan sepib urasizlar. Kelgan bitta tarafi undan ham biri pochka urug'lar, o'sha F1 urug'lar, pochka brendiviy urug'lar har doim ham do'konda bo'lavermaydi. Aynan mana shu salat tipi narsalar shunaqa. Misol uchun rediska, ismaloq, kashinchi kroplar ko'p ekiladigan narsalar ular bor do'konlarda. Salat bo'lsa, yaxshi sotilmayapti, balonni pistonni uyida bu uyida deydi. Bitta olib keladi, sotgandan keyin keyingisini qachon olib keladi, mana shunaqa qilib nima bo'ladi. Shuning uchun lutcha salatlarni o'zingizlar urug'ini qo'l bilan qolaveringlar, bo'laveradi. Mana bizaniki ham oldingi videolarda nima qildik-ku, bo'lyapti. O'zi salatlar 99.9% O'zbekistonda shu qo'l bola urug'dan yetishtiriladi asosiy salatlar. Misol uchun ozgina odam pochkali urug' qiladi. Endi shu pochkali urug'ni ham qo'l bola qilib olsanglar degan ma'noda aytayotgandim. Ya'ni qilmaganlarga bu ayniqsa o'zi ko'p salatchilar urug'ini qo'l bola qilib o'zida zapas qilib idishga solib olib qo'yadi. Unaqa qilmaydiganlarga tavsiya bu endi. O'zi asosan ko'pchilik o'zi qilib oladi urug'ini. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman, shu urug'ini nima qilib olinglar. Xo'sh, mana bu yerga taxminan bir necha sotuv bo'ldi ekan? 4 sotuvlarni nari-beri plus minus atrofida shu joyga ko'chatlarimizdan, urug'larimizdan sepib qo'ydik. Ertaga indinga xudo xolasa yomg'ir ko'rsatyapti. Yomg'ir qor ko'rsatyapti. Shu yomg'ir qordan keyin ustiga plyonka tashab duga qilib yuboramiz, nasib inshaalloh. Keyin erta bahor marta boshlariga bu ko'chatlarimiz yetilib beradi. Mana masjidlariga keyin haydab ekaveramiz xudo xolasa. Nariyoqda nimalarimiz agrovalak nollar yopib qo'ydim. Yopgancha yana hali borni yopiladiganlar, kashinchlarni yopishga uspet qilmadik. Yopishimiz kerak, уже -5 yaqinlashyapti. Уже yopishimiz kerak. Уже mana hozir yopsak 15 kunni o'ziga kelib, sekin uyg'onishni boshlaydi. Fevral kelgandan 5lardan boshlab tap uyg'onib, xudo xolasa martda boshlariga yetilib bersa inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Avgust sentabrgacha deydi-yu. O'shanga o'xshab mana hozir urug'larni sochib chiqqanmiz. Mana videoda ko'rinamigan. Sal tushib qopti betlari. Atak bo'ladi. Yetgancha buni sipirib chiqishim kerak. Hozir buni urug'i sochsam video olib bilan o'raman hozir. Endi buni bitta sipirib chiqaman. Ya'ni shoxla bo'ladi-yu. Shox shaba bilan mana bir sidra yurib chiqsam, mana shu anaqa yurib chiqqanimda anaqa bo'lib, mana ko'mil ketadi o'zi. Yurganimda ko'mil ketadi.
Keyin qo'l bola qilgan naqasi varianti, misol uchun bunaqa sepib yuborganda 100% chiqish ehtimoli kamda. O'shaning uchun qo'l bola qilganda bitta ikkitasi chiqmasa ham achinmasda. Pochkadan donasini 150 so'm 200 so'mdan urug' sotib olib, keyin chiqmay o'tirsa, ana bormi? $100 ga olgan urug'ingiz $50 tushib ketsa, rosa yoqadi deydi. Qisqasi, xudo xolasa mana shu sepdik. Bugun mana erta inni yong'oq ko'rsatyapti. Keyin yong'oqlardan keyin uni yopib qo'ysak, inshaalloh qolgandan nasib video qilib ko'rsataman.